Abdulla Sharopov. Jahon tarixidan universal qo'llanma. Tarix bu insoniyat xotirasi, o'tmish va kelajakni bog'lovchi ko'prikdir. Siz jahon tarixining eng muhim voqealari, buyuk davlatlar va mashhur tarixiy shaxslar haqida ko'proq bilishni istaysizmi? Unda ushbu noyob qo'llanma aynan siz uchun. Kitobda eng qadimgi davrlardan to bugungi kungacha jahon tarixida yuz bergan muhim siyosiy voqealar sodda va tushunarli tarzda bayon etilgan. Muhim sanalar, tarixiy shaxslar va e'tiborga molik ma'lumotlar alohida ajratib ko'rsatilgan. O'quvchilar, talabalar, abituriyentlar hamda tarixga qiziquvchi barcha kitobxonlar uchun ajoyib manba. Tarixni o'rganing, dunyoqarashingizni kengaytiring va bilimlar olamiga sayohat qiling. Baxmal tuman axborot kutubxona markazi sizni mutolaaga chorlaydi.